Tak, biz. Bir. Yo, hammaga salom. Ishlar yaxshimi? Nima gaplar? Tak, давайте bo'lmasa Trading View'ga olamiz. Trading View bu RoboForex'da MetaTrader 4 savdo terminali va hozir men Prosent savdo hisob turida savdo qilyapman va mana shu joydan men buy bitimlar olaman. Xo'p, nima uchun bu joydan buy bitimlar? Bugun oltinda savdo bo'ladi. Bugun oltinda savdo qilishga va profit qilishga harakat qilaman va nima uchun buy ochyapman yoki sell ochyapman, kirish vhodlarini texnik tarafdan yondoshib tushuntirishga harakat qilaman. Bo'lmasa endi bo'lsa, tak, Trading View'ga olamiz. Trading View. Xo'p, bu yerda nimani ko'rayapmiz? Trading View'da hozir biz ekraningizda oltin time frame'ini nima deb qo'ydim? Oltin tovarini 4 soatlik time frame'da ko'rib turibmiz. Yapon shamlari asosida. Xo'p, bo'lmasa texnicheskiy tarafdan yondoshishni va texanaliz qilishni boshlaymiz. Nima uchun buy? Xo'p, mana bu 1 kunlik, 1 haftalik, 1 oylik, 1 oylikda ko'rib turibmiz yuqoriga qanaqa moshni harakat ketayotganligini va dunyoda bo'layotgan ishlardan menimcha agar yangiliklar ko'rib turadigan, o'qib turadigan odam bo'lsangiz bilasiz, savdo urushlari ketyapti va bu bo'lsa 1 haftalik time frame. 1 haftalik time frame'da ham hammasi juda ham aniq va va ravshan yuqoriga qarab yaxshi harakat ketayotganini ko'rishimiz mumkin va mana bu 2 kun avval ochilgan yangi haftalik sham yuqoriga qarab ketishda davom etyapti. Endi bo'lsa, давайте 1 kunlikka olamiz. 1 kunlikda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda savdo urushlarining oqibatida bo'lishi mumkin. Dunyodagi notinchlik plus hammasini qo'shganimizda oltinda yuqoriga qarab itarishga trigger bo'layotgan va kuch berayotgan narsa desak ham adashmagan bo'lamiz. Mana bunaqa yuqoriga moshni o'sishini qaranglar prosta. Yana bir telefon qilyapti. Tak, давайте. Bu prosta yuqoriga vobshe moshni harakat o'rtoqlar. Nimaga? Agar 1 kunlik time frame'da mana bu taraflarda bo'lgan harakatlarga qaraydigan bo'lsak, yuqoriga qarab yoki pastga tushgan birorta mana bunaqa uzun svechalar ko'rmaysiz. Anchadan beri ko'rmaysiz. Prosta qaranglar qanaqa moshni yuqoriga harakat ketyapti. Qancha yurib qo'ygan, qancha tanasini o'zini oladigan bo'lsak, 1000 pips. 1000 pips yuqoriga 1 kunda o'zida harakat. Bir paytlar esingizda bo'lsa, 1 kunda 30 punkt, 50 punkt yoki bo'lmasa 70 pips atrofida harakat bo'lgan paytlari ham bo'lgan. Lekin hozir vobshe qanaqa zamon bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi prosta? Bundan foydalanib qolish kerak deb o'ylayman. Xo'p, давайте endi 4 soatlik time frame'ga sakraymiz va 4 soatlik time frame'da ko'radigan bo'lsak, yuqoriga qarab ketayotgan harakatni ko'rishimiz mumkin. Yuqoriga impuls, undan keyin biroz flat bo'ldi. Endi yana yuqoriga bir qanaqadir kuchli harakat bo'lishi mumkin. Va endi hozir bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan asosiy joy bu yer mana bu atrof. Mana shu atrofni o'zi 245-250 pipslar atrofida ekan. Давайте mana bu joydan belgilaydigan bo'lsak, 250 pipslar atrofida. Va endi bu yerda biz price action bo'yicha yondoshishimiz kerak. Mana bu 4 soatlik svechalarga qaraydigan bo'lsak, ertalabdan yuqoriga moshni harakat ketdi va birorta ayiq sham 4 soatlikda ko'rmaymiz. Даже mana bu joyda ma'lum bir resistance topganiga qaramasdan, mana bu sham ham doji deydimi? Doji yoki bo'lmasa, даже shunda ham bu buqa bo'lib yopilganini ko'rishimiz mumkin. Xullas, bu yerda potensial buqalar tarafda. Qachon bu narsa qaytishini bilmaymiz. Chunki hozir all time high'da turibmiz. Ya'ni yuqorida umuman resistance yo'q, ya'ni tarixga qarab turib, mana bu yerda nimadir kutishi mumkin deya olmaymiz. Nimaga? Chunki bu hammalar yaxshi tushunib turibsizlar, all time high. Xo'p, bu joyda menimcha faqat buy ishlash menimcha logichli hamda mantiqli. Agar shuncha paytdan beri pastga tushdi, support topib buy ishlaganimizda edi, hozir qanaqa katta pulimiz bo'lardi. Xullas, shundan kelib chiqqan holatda. Xo'p, bu yerda men nimani ko'ryapman? Bu yerda 1 soatlikda bir marta narx 1 soatlik time frame bo'yicha o'zini rezistansini topganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu atrofda narx o'zini birinchi rezistansini topdi va pastda bo'lsa har safar pastga tushganda yuqoriga qarab itaraverdi narx. Va bundan avvalgi soatlik yopilishiga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlikda breakout bilan yopilyapti. Ya'ni mana bu joyda qanaqadir resistance bor. Buni hozir biz 30 minutlik yoki 15 minutlik olsak ko'ramiz. Mana bu atrofda qanaqadir resistance bor. Hozir narx shuni yorib chiqishga harakat qilyapti va yorib chiqadigan bo'lsa ham yuqoriga moshni harakat bo'lishi mumkin va mana bu joyda aytib o'tganimdek resistance topgandi. Undan keyingi 1 soatlik svecha yuqoriga chiqib yorishga urindi, pastga qaytardi. Urindi, yuqoriga chiqdi, lekin yana bab yopilish pastda. Undan keyingi shamdikini ham yopilish pastda va men uzoq kutdim. Yuqoriga qarab breakout bo'ldi uje. Breakout bo'lgandan keyin mana bu atrofdan bitim ochishga ulgurmay qoldim. Yangi soatlik ochildi va yuqoriga qarab
o'sishda boshlab qoldi. No, men adashmasam hozir eng uchida mana bu atrofdan bitim ochganman, lekin nechivo hech qisi yo'q. O'ylaymanki, bab yuqoriga harakat bo'ladi. Menimcha 1 soatlikda ham hammasi tushunarli va 30 minutga qaraydigan bo'lsak, vot mana bu atrofda juda ham chiroyli resistance bor ekan va pastda mana bu atrofda esa juda ham chiroyli support bor desak adashmagan bo'lamiz. 1 soatlikda ham va shu bilan birga 30 minutlikda ham mana bu joyda breakout ko'rishimiz mumkin. Agar narx ortga qaytib mana bu atrofga qaytadigan bo'lsa va 1 soatlik o'zini candle'ini, shamini pastiga soya qo'ygani qaytadigan bo'lsa, mana bu joydan yana buy ochib olishga o'zimga pozvolyat qilaman, ruxsat beraman. Chunki bu joyda men 1 soatlik bo'yicha o'zimni sistemam bo'yicha breakout ko'rdim va mana bu joyda agar retest qilgani keladigan bo'lsa, men o'zimga yana bir marta mana bu atrofdan buy ochib olishga ruxsat beraman aytganimdek. Vot, aytganimdek pastga tushib, menimcha pastiga yuqori ehtimol bilan soya qo'ygani keladi va agar soya qo'yadigan bo'lsa, biroz mana bu atrofga tushishi mumkin va mana shu joyga tushganda men o'sha buy bitimni ochib olaman va u yog'ini shunchaki bozorga tashlab esdan chiqaraman. O'ylaymanki, baribir yuqoriga qarab harakat ertami kechmi bo'ladi baribir. Vot, soya qo'ygani tushishga harakat qilyapti. Yuqori ehtimol bilan qo'ysa ham kerak soyani, soya qo'yib biroz pastlagandan so'ng men o'zimni buy bitimlarimni ochib olaman deb plan qilyapman. No vot o'rtoqlar, soya qo'ydi. Juda ham yaxshi ko'rib turibmiz. Bo'lmasa mana bu yoqqa olamiz. Mana bu joydagi buy limit oldi. Davayt mana shuni yana bir marta bitim qo'shamiz. Chunki bu yerda baribir yuqoriga harakat bo'lish kerak, yuqori ehtimol. Bu prosta manipulyatsiya deb o'ylayman. Chunki 1 soatlikda baribir biz juda ham chiroyli breakout ko'rib turibmiz. Вот 1 soatlikda уже supportga keldi. Давайте bu joydan yana bitim qo'shamiz. Уже joyiga keldi. Tak, bitimdan qo'shib oldik. Prosta ko'ramiz, kuzatamiz bundan bu yog'iga qanday qilib narx qoriga samolyot bo'lib SpaceX raketasiga o'xshab shuni kuzatamiz. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm we're standing side by side. Memories fade but legends never die. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes. And we'll be back one day. Tak, o'rtoqlar, breakout babi o'zini gapini aytdi. Xo'p, mana bunaqa holat. Keyingi 1 soatlik pastda mana bunaqa oyoq bo'lib yopilganiga qaramasdan, undan keyingi 1 soatlik mana bu joydagi breakout o'zini oqlab yuqoriga qarab mana bunaqa jostki harakat bo'ldi. Давайте endi MetaTraderga olamiz. Вот mana MetaTrader, tak, necha punkt profitdamiz? Wow, 300 punkt. Juda ham ajoyib. Bu kunlarda oltin shunaqa yuryaptiki, shunaqa o'syaptiki, prosta crazy. Bitta yurganda 50 punkt, 100 punkt yurib qo'ydi. Hech nima bo'lmayapti oltinga bu yurishlar. Xo'p, xullas bo'lmasa mana shu joyda bitimlar давайте men yopishni boshlayman. Xo'p, g'irs yopamiz. Nimaga bitimlarni yopib boryapman? Chunki adashmasam juda ham normal profitga o'sha kirib bo'ldi va bo'lib ham bugun soat 10:30da Paul
Paulni gapi bor ekan, Paulni nutqi bor ekan, shuning uchun hozir bitimlarda lучше yopib yuborgan yaxshi. Va mana bu bittasini bitimda ushlab turish niyatim bor. Давайте buni olib va mana buni shunday qilib bez ubытkaga, ya'ni break evenga qo'yib qo'yamiz. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. O'rtoqlar, adashib aytib yuboribman, hech qanaqa 300 pips emas, qancha? 147, 148 pipslar atrofida. Xo'p, menimcha zo'r profit, menimcha yomon emas. Men birinchi xonaga kirganimda ekranimga qarasam, mana bu 1 soatlik o'zini eng maksimumda yuqorisida yurganda, men zapisni yoqib, ekranlarimni nastroyka qilib, kadrda u yoqqa bu yoqqa olgunimcha, уже 30 pips pastga tashlab qo'ydi va undan keyin bitimni yoqdim va bu nevajli bu вообще bitimda muhim profit yopganimiz, вот mana nima ahamiyatli. Tak mana bu bitimni ham yopib yuboraman, chunki oldinda Jerome Powell nutqi bor 10.5da. Mana shu 10.5da yana bir bozorga qarayman, agar ishlaydigan holati bo'lsa, imkoniyat bo'lsa ishlashga harakat qilib ko'raman, bo'lmasa shu bilan videoni yakunlashim mumkin. Tak shu bilan keyin 10.5da savdo qilmaganman, shu bilan videoni yakunlamoqchiman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.